nimasi gaymariti bor edi. Doktorlar funksiya qilamiz degan edi. Biz rozi bo'lmay olib keldik. Kelinim ham rezultat oldi. Nevaralarim, kelinimni dadalari mana 1 yil bo'ldi 4-chi stepin onkologический kasal bilan kasallandilar. Позвоночникdan. Eng yomon nima bo'lib, urologический operatsiya bilmay operatsiya qildirgan kishi o'sib ketgan bu narsa. 1 yil bo'ldi. Keyin kelinim ham juda o'zi medsestra, chunki mana bu yurib o'rgandi, даже xudolar nima qilishdiki. Men kelinimni shuna otasiniga javob berdim. Dadasiga mana 1 yildan beri qarab, hozirgi vaqtda yaqinda tekshirishda doktorlar 3 oy qolgan deb javob bergan mana shu o'zimizda onkologический. Borib analiz olib tekshirtirsa, endi men doktor emasman, buxgalter 25 nechi bo'lgan nimasi. Ha, hozir 5,5 ga tushibdi. Jigarlar toza bo'lgan. Doktorlarning o'zi hayron qoldi. Aytibdi, o'sha kelinim aytadi, shuni analizda oldim, onkologическийga etdim deydi. O'sha 3 oy qoldi degan doktorni olib keldim. Siz nima qildingiz deb o'zlarini prav qilyapti deydi. Men savol javob qilib, ular keyin hammasini deydi, aytib savoliga javob berib, mana shu deb nima qildim, doktorlarning o'zi ham tan oldi dedi-da. Mana dadasi hozir yaqinda 3 kun ro'za tutdilar, yana 11-chisligi xotinlari bilan hajga ketyapti.